Germaniyada ham, Yaponiyada ham o'yinchoqlar ham aqlli bo'lib ketgan. Ya'ni o'yinchoq bolalar o'ynaydigan, shu 5 yoshdan 10 yoshgacha, 12 yoshgacha bo'ladigan bolalarga mo'ljallangan har xil o'yinchoqlar, lekin aqlni ishlatadigan, bilim beradigan. Hatto Germaniyada bir o'yinchoq bor ekan, bolalarga biznes ko'nikmasini hosil qilar ekan. Tijorat ko'nikmasini. Masalan aytaylik, bola darrov bir narsani sotib olib 10 so'mga sotib qo'yishi mumkin, nimadir mehnat bilan 15 so'mga sotishi mumkin. Shu o'yin shuni o'rgatadi. Bir marta, ikki marta haligi ozgina yutuq bilan o'yin tugatgandan keyin unda tanlov paydo bo'ladi, tanlovga ixtiyor paydo bo'ladi. Keyin ozgina harakat bilan ko'p yutuq to'plash malakasini o'zlashtirib borib, ya'ni bolaligidan tejamkorligini o'rgatish bolaga. Bolaligidan tijoratda ko'proq foydali tomonga intilish kabi ko'nikmalarni o'yinchoqlar orqali targ'ib qilish. Aytmoqchi bo'lganim bu emas. Yaponiyada men mana shunaqa, Germaniyada yaxshi o'yinchoqlar bor edi. Shunaqa o'yinchoqlar bormikin bu yerda ham deb qidirib, atay o'sha o'yinchoqxonasiga kirdim. O'zimiz bolalarga o'yinchoq olaman deb. Keyin o'yinchoq bormi shu 7-8 yoshar bolalarga dedim. Desam, u sotuvchi ajoyib gap aytdi. 7 yoshar bola ham o'ynaydimi dedi. 7 yoshar bola kitob o'qisin, kitob olib ber uni o'rniga dedi. Qarang, bu ham bir yaxshi yondashuv. Ya'ni 6-7 yoshar bo'ldimi, uni o'yinchog'i kitob bo'lsin ekan. Mayli, ozmoz boshqa vaqt ba'zi bir o'yinlarni o'ynar, lekin yondashuvni ko'ring, 7 yoshga kirdimi, u o'yinchog'ini nima qiladi u? U kitob o'qisin endi. Mana shunday bolalarimizga kitobxonlikni targ'ib qilish, ularni kitobga oshno qilish nihoyatda bu kelajak uchun juda katta foyda bor.